Assalomu alaykum birodarlar, sog' salomatsizlar do'stlar. Tuberkulyoz va oshqozon yarasi hamda immunitet tushib ketib, eng asosiysi rakov klitkalarni quritadigan, ya'ni rak va tuberkulyozga 100% ta'sir qila oladigan mana bu narsadan topinglar do'stlar. Qarang, asal orichalarda, asal furushlarda bepul ular uchun bu musir hisoblanadi. Mana bu nima deydi? Asal o'g'rining ramkasi bor-ku, ramkasini mana asalini oladi, propolisini, sutini oladi-da, xullas mana shunisi musir sifatida qoladi. Ana shuni olasiz do'stlar. Ko'ryapsizlarmi? 2 choy qoshig'ini 600 gram qaynab turgan suvga solasiz va 2 daqiqa yana qaynatasizda 1 soat damlab qo'yib, ana shuni kun davomida ichib yurasiz. Bu shifo bo'lmasdan qo'ymaydi, Xudo xolasa. Ana shu narsani topinglar. Videoni ko'rsatsangiz, asalchilar juda yaxshi biladi bu narsani nimaligini. Bu faqat qizdirilgani do'stlar. Buni joni olingan, hamma narsasi siqib olingan, lekin ana shu holatda ham 100% tuberkuloz va rak, oshqozon gastriti, o'pka bronxitmi, shamollashlarmi, jinsiy quvvatni oshirish va hamda prostata bezi shamollashlarga, siydik yo'li shamollashlarga ham ta'sir qiladigan 100% ishonchli narsa do'stlar bu. Xudo xolasa. Allohga tavakkal qilib bir boshlagan qotadigan narsangiz yo'q. Juda bir kerakli organizmni vitaminlar bilan boyitib beradigan mahsulot bu do'stlar. Sog' salomat bo'ling, Allohga omonat. Xayr, asosida o'zida asrang.